har safar bir xil gap, a? Ishdan asabim buzilib kelsa, uy kelsam sen bu yoqda minglasang, yaxshi kutib olishni bilasanmi o'zi? Yo, sen faqat yig'lashni bilasan, a? Rahmat sizga hammasi uchun. Men sizni har doim yaxshi kutib olishga harakat qilaman. Sizga gapirsam, umuman eshitmaysiz. Doim telefonga olaysiz. Yoki qimmat narsalar so'ramayapman. Ozgina gaplashishni xohlayman. Nimaga tushunmaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Bering qo'lingizdagini. Ovora bo'lma. Sen bitta achchiq qilib ko'k choy damlagin. Shunga yig'layapsanmi deyish o'rniga erkak kishi ayolini ko'zdagi yoshini ko'rsa, nimaga yig'layapsan deb so'rash kerak, yo bola. Bilasizmi? Otam kasal bo'lib qolganda, shu singlim kechasi bilan uxlamasdan qarab chiqqan. Onam nonga pul topolmagan payti o'zini to'plagan pulini onamning qo'liga tutqazgan shu qiz bo'ladi. Singlimni mendan ko'proq yaxshi ko'rishingiz shart emas. Faqat uni yig'latib qo'ymang. Chunki qiz bola ota uydan ketganda uyini emas, yuragini yarmini tashlab ketadi. Aka, men uni xafa qilmoqchi emasdim. Eng pastkash erkak ayolini uradi. Lekin undan ham yomoni ayolini yolg'izlatib qo'yish. Akajon, mana choy ham tayyor. Aka, ovora bo'psiz-da. Endi singilli uyga quruq kelinmaydi-yu. O'z yaxshi ko'rgan tushonkalarni olib kelibsiz-da. Sizlarga ham elindim. Janjalni yarashtirish uchun maxsus tayyorlanib keldingizmi? Men buni chi hozir zo'r qilib tayyorlab kelaman hozir. Singlim, erkakning yuragi ham og'riydi. Faqat u yig'lab bera olmaydi. Ering sen uchun ishlayapti, farzandlaring uchun ishlayapti. Iloji boricha urushmaslikka harakat qilinglar, xo'p? Bo'lmasa uydan fayz baraka qochadi. Xo'p bo'ladi akajon.